Kechasi uyqudan uyg'onib ketganingni tasavvur qil. Xona jim, hech kim yo'q. Ammo yuraging nega bunchalik tez uryapti? Nega birdan esingga yillar oldin aytgan bitta yolg'on, qilgan bitta xiyonat yoki birovga yetkazgan bitta zulm keladi? Axir buni hech kim bilmasdi-ku. Hech kim ko'rmagan edi-ku. Unda nega eng qattiq guvoh aynan o'zing bo'lib qolding? Inson ko'pincha odamlarni alday olsa, haqiqatni ham aldagandek his qiladi. Bir muddat hammasi joyida ko'rinadi. Obro' saqlanadi. Pul qoladi. Atrofdagilar ishonishda davom etadi. Hatto ayrimlar demak qutuldim deb o'ylaydi. Lekin eng g'alati paradoks shundaki, ba'zan jazoning boshlanishi sirning ochilishi emas. Sirni ichingda ko'tarib yurishga majbur bo'lishingdir. Rostdan ham inson qilgan ishining oqibatidan qochib qutula oladimi? Yoki vaqt shunchaki sukut saqlayotgan guvohmi? Nega tarix davomida o'zini yengilmas deb hisoblagan podshohlar, boylar va mashhur insonlar oxir oqibat o'z qadamlarining iziga qaytishga majbur bo'lgan? Nega ayrim haqiqatlar yillar davomida yashirin yotsa ham bir kun kelib eng kutilmagan joydan yuzaga chiqadi? Balki ertami kechmi degan ogohlantirish boshqalarga emasdir. Balki u har tong oynaga qaraydigan, o'zini oqlashga urinadigan har bir insonga aytilgandir. Endi esa undan ham og'irroq savol boshlanadi. Inson nega o'zini haqiqatdan qochishga ishontirib qo'yadi? Bu savolning javobi oddiy emas. Chunki muammo faqat gunohning o'zida emas, muammo inson ongining o'zini himoya qilish usullarida yashiringan. Psixologiyada bunga ratsionalizatsiya deyiladi. Ya'ni inson qilgan ishini oqlash uchun ichida yangi hikoya yaratadi. Boshqa ilojim yo'q edi. Hamma shunday qiladi. Menga ham shunday qilishgan. Bir martadan hech narsa bo'lmaydi. Shu tariqa vijdon bilan haqiqat o'rtasiga parda tortiladi. Mashhur psixolog Leon Festinger kognitiv dissonans haqida yozgan edi. Inson o'zini yaxshi odam deb bilishni xohlaydi, ammo qilgan ishi bunga zid bo'lsa, u xatosini tan olish o'rniga haqiqatni o'zgartirishga urinadi. Chunki ayrim odamlar uchun haqiqatni qabul qilish yolg'onni davom ettirishdan ham og'irroq tuyuladi. Carl Jung esa insonning so'ya tomoni haqida gapirgan. Unga ko'ra, tan olishni istamaydigan xususiyatlar yo'qolmaydi. Ular yashirin qoladi, kuch yig'adi va oxir oqibat insonning qarorlari, munosabatlari va taqdiriga ta'sir qila boshlaydi. Sen ularni yashirdim deb o'ylaysan, lekin ular seni ichkaridan boshqarishni boshlaydi. Qur'onda ham insonning eng katta sinovlaridan biri qalb bilan bog'liq ekani qayta-qayta eslatiladi. Alloh yo'q, balki ular qilgan ishlari sababli qalblarini zang bosgan. Mutaffifin surasi 14-oyat. Bu oyat jazoni faqat oxiratga qoldirmaydi. Ba'zan insonning o'zi ham sezmagan holda qalbi haqiqatni his qilish qobiliyatini asta-sekin yo'qota boshlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham shunga yaqin ma'noda aytganlar. Banda gunoh qilsa, qalbida qora nuqta paydo bo'ladi. Tavba qilsa u ketadi. Davom etsa u kengayib boradi. Bu nafaqat diniy ogohlantirish, balki inson ruhiyatini tasvirlaydigan chuqur kuzatuv hamdir. Shuning uchun yolg'on faqat bir og'iz gap emas. Xiyonat faqat bitta voqea emas. Zulm faqat jabrlanuvchiga yetgan zarar emas. Ularning har biri insonning kimligini sekin o'zgartira boshlaydi. Avval qarorlar o'zgaradi, keyin odatlar, so'ng xarakter. Oxirida esa inson oynaga qarab ham o'zini tanimay qolishi mumkin. Ammo eng xavflisi hali bu ham emas. Chunki ayrim oqibatlar shunchalik yashirinki, odam ularning ichida yashayotganini ham sezmaydi. Aynan shu yashirin jarayon esa keyingi haqiqatning eshigini ochadi. Eng xavfli tuzoq shundaki,
Inson ko'pincha jazo faqat tashqaridan keladi deb o'ylaydi. Go'yoki qo'lga tushmasa, sir ochilmasa yoki hech kim bilmasa, demak hammasi tugagan. Aslida esa eng birinchi oqibat ichkarida boshlanadi. Miya va ruhiyat insonning har bir qarorini yozib boradi. Sen unutishga urinishing mumkin, lekin onging unutmaydi. Nevrologlar uzoq davom etadigan yolg'on va ikki xil hayot kechirish kuchli ruhiy bosim hosil qilishini ta'kidlashadi. Miya doim qaysi gapni kimga aytganini eslab turishga majbur bo'ladi. Shu sabab ayrim odamlar tez jahli chiqadigan, doimiy xavotirda yuradigan yoki hech qanday sabab bo'lmasa ham bezovtalik his qiladigan bo'lib qoladi. Ular muammoni tashqaridan qidiradi, asl ildiz esa ichkarida bo'ladi. Yana bir xavfli hodisa bor. Psixologiyada bunga axloqiy ko'rlik deyiladi. Inson bir xatoni qayta-qayta takrorlagan sari u oddiy holdek tuyula boshlaydi. Birinchi yolg'on og'ir edi. 10-si esa deyarli hissiz aytiladi. Birinchi g'iybatdan keyin vijdon bezovta qilgan edi. Keyinchalik esa u kulgiga aylanadi. Shu tariqa inson qilgan ishidan emas, qilayotgan ishini odatiy deb qabul qilishidan qo'rqish kerak bo'ladi. Jamiyat ham bunga ta'sir qiladi. Agar atrofingdagi odamlar hamma shunday qiladi desa, noto'g'ri narsa ham odatiy ko'rina boshlaydi. Lekin ko'pchilikning qilayotgani haqiqatning mezoni emas. Tarix bunga ko'p marta guvoh bo'lgan. Butun jamiyat noto'g'ri yo'ldan yurgan davrlar ham bo'lgan. Oxir oqibat esa haqiqat o'zgarmagan, odamlar o'zgargan. Qur'onda kim zarra miqdoricha yaxshilik qilsa uni ko'radi. Kim zarra miqdoricha yomonlik qilsa uni ham ko'radi. Zalzala surasi 7-8 oyatlar. Bu oyatlar faqat oxirat haqida emas, inson hayotining qonuniyatini ham eslatadi. Har bir amal iz qoldiradi. Har bir qaror insonning ertangi kunini sekin shakllantiradi. Shuning uchun ayrim odamlar tashqaridan muvaffaqiyatli ko'rinsa ham ichkarida tinchlik topa olmaydi. Pul bor, obro' bor, qudrat bor. Ammo yolg'iz qolganda sukutdan qo'rqadi. Chunki insonni eng ko'p qiynaydigan sudya ba'zan boshqalar emas, uning uyg'onib qolgan vijdoni bo'ladi. Ammo bu hikoyaning eng muhim burilishi hali oldinda. Agar inson shu yashirin zanjirni uzishni istasa-chi? Agar oqibat boshlanmasidan oldin yo'lini o'zgartirishning iloji bo'lsa-chi? Ana shu nuqta ko'pchilik kutmagan eng katta burilishdir. Ko'pchilik ozodlikni tashqi sharoitlardan izlaydi. Ko'proq pul topsam, yengil tortaman deydi. Obro' orttirsam, ichim tinchiydi deb o'ylaydi. Sirim ochilmasa, hammasi joyiga tushadi deb ishonadi. Ammo eng buyuk burilish tashqarida emas, ichkarida boshlanadi. Insonni ozod qiladigan narsa sirni mukammal yashirish emas, unga endi ehtiyoj qolmaydigan hayot qurishdir. Tarixdagi eng kuchli insonlar ham aynan shu haqiqat oldida teng bo'lgan. Firavun dengizdan qocholmadi. Qorin boyligidan panoh topolmadi. Ularning hikoyasi faqat tarix emas, bu inson psixologiyasining ham aksidir. Qachonki odam o'zini qonundan, odamlardan yoki haqiqatdan yuqori qo'ysa, u eng katta xatoni qilgan bo'ladi. Chunki insonni qulatadigan narsa ko'pincha dushmani emas, o'z kibri bo'ladi. Psixologlar shuni aytadiki, chin o'zgarish aybdorlik hissidan emas, javobgarlikni qabul qilishdan boshlanadi. Aybdorlik seni muzlatishi mumkin, javobgarlik esa seni harakatga undaydi. Ha, xato qildim degan bir jumla ba'zan yuzlab bahonalardan kuchliroq bo'ladi. Chunki aynan shu jumla insonni ichki urushdan chiqaradi.
Islomda tavba ham aynan shuning uchun chuqur ma'noga ega. U faqat gunohni sanab chiqish emas. Tavba haqiqatdan qochishni to'xtatishdir. Tavba o'zingni aldashni tugatishdir. Tavba kechagi odaming bugungi qarorlaringni boshqarmasligiga rozilik berishdir. Shu sabab Qur'onda Alloh tavba qiluvchilarni sevish aytiladi. Bu hukm emas, umid eshigidir. Namoz ham ko'pchilik o'ylagandek tasodifiy ibodat emas. Bir kunda 5 mahal to'xtab, shovqindan chiqish, nafsingni sekinlatish va o'zingni tekshirish inson ruhiyati uchun kuchli mashqdir. Bugun psixologiyada mindfulness, hissiyotlarni boshqarish va muntazam refleksiya haqida ko'p gapiriladi. Namoz esa bularni maqsadsiz emas, mazmun bilan birlashtiradi. U faqat tana harakatlari emas. U kun davomida bir necha marta men qayerga ketyapman? Bugun kimga ozor berdim? Nima uchun yashayapman? Degan savollarni unutmaslikka yordam beradi. Sajdaga bosh qo'yish ham insonni kamsitish uchun emas. Aksincha, u kibrni sindiradigan eng kuchli ruhiy mashqlardan biridir. Chunki yerga faqat peshona tegmaydi. Ba'zan yillar davomida yig'ilgan g'urur ham tegadi. Ana shundan keyin inson boshqalarni emas, avvalo o'zini tuzatishga kuch topa boshlaydi. Agar bugun nimadandir afsuslanayotgan bo'lsang, murakkab so'zlar shart emas. Alloh samimiy qalbni eshitadi. Shunday deb duo qilishing mumkin. Ey Alloh, bilgan va bilmagan xatolarimni o'zing kechir. Qalbimni yolg'ondan, kibrdan va zulmdan pokla. Menga haqiqatni tan olish uchun jasorat, to'g'ri yo'lda yurish uchun sabr va senga yaqinlashadigan qalb ato et. O'tmishimni ibratga, bugunimni tavbaga, ertanni esa yaxshilikka aylantir. Amin. Ehtimol eng katta g'alaba boshqalarni yengish emasdir, balki kecha seni boshqargan nafsni bugun yenga olishingdir. Ammo hali eng muhim haqiqat qolmoqda. Chunki insonni o'zgartiradigan narsa qo'rquv ham emas, jazo ham emas. Uni o'zgartiradigan narsa haqiqatni qanday ko'ra boshlashidir. Bir kun keladi. Hech qanday shovqin bo'lmaydi. Hech qanday ogohlantiruvchi ovoz ham eshitilmaydi. Sen shunchaki ortga qaraysan. O'sha paytda hayotingni boshqalar aytgan gaplar bilan emas, o'zing bosgan izlar bilan o'lchay boshlaysan. Ana shunda inson tushunadi. Eng muhim savol: odamlar men haqimda nima o'ylaydi emas ekan. Eng muhim savol: men o'zim haqimda haqiqatni ko'tara olamanmi ekan? Hayotning eng buyuk qonunlaridan biri shuki, haqiqatni kechiktirish mumkin, lekin uni bekor qilib bo'lmaydi. Vaqt ba'zan jim turadi, ammo u hech narsani unutmaydi. Har bir tanlov, har bir so'z va har bir amal insonning ichki olamini sekin shakllantirib boradi. Shuning uchun Qur'onda albatta Alloh qavm o'zlarini o'zgartirmaguncha ularning holatini o'zgartirmaydi. Ra'd surasi 11-oyat. Bu oyat faqat jamiyat haqida emas, u har bir qalb haqida hamdir. Tashqi hayot ko'pincha ichki dunyoning aksidir. Namoz ham aynan shu sabab chuqur ma'noga ega. U Allohga muhtoj ekaningni tan olish bilan birga, kun davomida o'zingni qayta tartibga soladigan ruhiy tayanchdir. Tana harakat qiladi, ong tinchlanadi, qalb esa yo'nalishini yana eslaydi. Sajdada inson bir necha soniyaga bo'lsa ham dunyoning shovqinidan chiqadi. Zamonaviy psixologiya muntazam to'xtash,
chuqur diqqat va minnatdorlik ruhiy salomatlikni mustahkamlashini ta'kidlaydi. Islom esa bularni maqsad, ma'no va Robbiga bog'lanish bilan uyg'unlashtiradi. Shu sabab namoz faqat diniy amal emas, balki insonni har kuni o'z vijdoni bilan uchrashtiradigan maktabdir. Agar qalbing og'ir bo'lsa, murakkab iboralar kerak emas. Chin dildan shunday deyishing kifoya. Ey Alloh, meni o'zingga yaqin qil. Qalbimni rostgo'y qil. Bilgan va bilmagan gunohlarimni kechir. Meni kibrdan, yolg'ondan va zulmdan asra. Menga foydali amal qilishni, haqiqatni sevishni va oxirimni chiroyli qilishni nasib et. Amin. Shunda asta-sekin bir narsani anglay boshlaysan. Allohning ogohlantirishlari insonni qo'rqitish uchun emas, uni yo'qotmaslik uchundir. Tavba eshigi hukm chiqarish uchun emas, qaytish uchun ochiq turadi. Haqiqiy kuch esa hech qachon gunoh qilmaslikda emas. Haqiqiy kuch gunohni tan olib, undan qaytishga jur'at topishda. Ertami kechmi, har bir inson o'z hayotiga nazar tashlaydi. Kimdir afsus bilan, kimdir shukr bilan, kimdir esa nihoyat topgan xotirjamlik bilan. Bugun sening qo'lingda bitta imkoniyat bor. Kechagi izlarni o'chirib bo'lmaydi, ammo ertangi izlarni bugundan boshlab boshqacha qoldirish mumkin. Balki eng buyuk mo'jiza ham shudir. Alloh insonni o'tmishi bilan emas, tavbadan keyingi yo'li bilan ham baholash imkonini bergan. Shunday ekan, oynaga qaraganingda faqat yuzingni emas, qalbingni ham ko'rishga harakat qil. Chunki ertami kechmi, insonni to'xtatadigan narsa vaqt emas. Uni to'xtatadigan narsa haqiqatdir. Va haqiqatdan qo'rqadigan emas, uni qabul qiladigan qalbgina chin ma'noda ozod bo'ladi. Boray to'sha uzun tilli yolg'onchiga, boray to'sha tun kezgan yo'lovchiga, aytdaydiga, qimorbozga, g'iybatchiga. Xudo ularni ham bir kun yiqitar. Xudo ularni ham bir kun yiqitar. Ey Xudoyim eshit, aytay bir xabar. Butun yuragimga tushdi og'ir bir nazar. Tiz cho'kib yolg'iz qoldim saharda. Buyuk zot bilan bo'ldim suhbatda. Uning ovozi shirin, yurakka malham. Farishta qadami eshitilganday shu dam. U meni chaqirganda jim qoldi yuragim. Ey bandam, bor ado et mening tilagim. Boray to'sha uzun tilli yolg'onchiga, boray to'sha tun kezgan yo'lovchiga, aytdaydiga, qimorbozga, g'iybatchiga. Xudo ularni ham bir kun yiqitar. Xudo ularni ham bir kun yiqitar.